Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 11-noyabr payshanba. Xuddi iqtisodiy faoliyatlarda egiz pastlik ish tush bo'lib turgandek. Xuddi tabiat dunyosida bahor, qish, kuz, yoz, zimiston va issiqlik olmishib turgandek. Kishilarning hayotidami, bizning ijtimoiy hayotimizda har xil tavrinishlar, egiz pastliklar bo'lib turdi. Ammo mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar hayot bizga bir qitimli berilgan ekan, bu hayotimizni qadrlab, o'zimiz qalbimizga pukkan orzu armonlarimizni amalga oshirish uchun tirishib yashashimiz nihoyatda muhim. Men bugun sizlarga haftada bir shaxs sahifasida Manfred Steiner ismli 89 yoshida Amerikaning Brown universitetidan fizika kasbi bo'yicha doktorlikka erishgan asli doktor pensiyaga chiqqan bir kishining hikoyasini aytib berish orqali va shuning bilan birlikda Donald Trump 45-qitimliq Amerikaning prezidenti bo'lgan vaqtda o'zining hissiyotini ifodalab bir kishi bir she'r yozib ekan, har kim o'z vaqtida deb. Men uni inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilib qo'ygan. Bu ikki mazmun bir-biriga mos kelganligi uchun buni so'zlab bermoqchiman. Biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ba'zida o'zimizmi ma'lum ishlardan, dunyoda yuz berayotgan, jamiyatda yuz berayotgan ishlardan va atrofimizda yuz berayotgan ishlardan ko'nglimiz so'yib qoladigan, ranjib qoladigan, tashvishga, xapchilikqa tushib qoladigan shunday holatlarda bo'lib qolamiz. Ya'ni tangsizlik va zulm bu bizning g'azabimizni qo'zg'asa, bu biz ko'rayotgan ba'zi ishlardagi tangsizlik bizning nafratimizni qo'zg'aydi. Shuning bilan birlikda bizning bu ishlarni hal qilishga chog'imiz yetmagan vaqtda bu bizga nisbatan aytganda bir xil qayg'u, azob va hasratni, bunday aytgan vaqtda toza yaxshi bo'lmagan psixik kayfiyatimizni paydo qilib qo'ydi. Ammo mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz hayotimizda qila oladigan ishlar bo'ladi, qila olmaydigan ishlar bo'ladi. Ammo qila olmaydigan ishlarga, ya'ni ilohning irodasi bilan bo'ladigan ishlarga uniga chaqilmay, o'zimiz qila oladigan ishlarga nisbatan o'zimizning imkoniyati, vaqtdan iborat bu qimmatli quroldan foydalanib, o'zimizning orzularini amalga oshiradigan ishlarga kuchsak, ishlar yaxshi bo'ladi. Biz atrofimizda qaraydigan bo'lsak, yana ma'lum kishilar yoshi 30 ga bormagan bo'lsa-mu, ammo nihoyat qiyri mijoz bo'lib olgan kishilar bor. G'oyasiz, yesa ishsiz o'ynasi bo'ladi, lekin ma'lum bir ishning peshida bo'lmaydi, yoki bo'lmasa bir algi foydali, o'ziga foydali uzun o'ylagan vaqtda avlodlarga foydali bir ishlarning qo'ydi bo'lmaydigan ahvollarni biz uchirtamiz. Bu jamiyatimizdagi hamma irq, hamma madaniyatdagi kishilardan tepiladi. Ammo mana shu biz bizdan yashayotgan shu davrda yana shunday bir kishilar borki, ular hayotni qizg'in so'yish, o'zining orzu armonlariga yetish uchun tirish orqali bizga o'rnak ko'rsatib beradigan va ilhom beradigan bir qism kishilar bor. Ya'ni bunday kishilarning birisi dal mana men abay deb o'tgan Manfred Steiner. Manfred Steiner bu yil 89 yosh. Brown universitetidan doktorlik kasbidan fizika kasbidan doktorlik unvoniga bu yil erishgan. Bu kishi asli 2. Dunyo urushining burun Avstriyaning Vena degan shahrida tug'ilgan bo'lib, bu kishi o'smirlik davrida 2. Dunyo urushiga shahid bo'lgan gap. Anadan keyin oilasining asli o'zi fizikaga qiziqdi ekan, ammo oilasininki tashabbusi bilan shularning ra'yi bo'yicha meditsinada o'qib, doktor bo'lgan ekan. Keyin Amerikaga ko'chib kelib, Amerikada Tufts universiteti va bizning Bostonda, MIT va bizning Bostonda mushadiki oliy maktablarniki meditsina sohasida bu kishi ta'lim tarbiya ko'rgan doktor bo'lgan. Ham Brown universitetida ishlagan. Lekin bu kishiningki ayni vaqtdagi o'smirlik chog'laridagi fizikaga bo'lgan qiziqishi hargiz o'chmagan, ya'ni yalqinjigan. Bu kishilar muxbir, siz fizika sizga nima uchun bunchalar o'ziga jalb qildi desa, deganki, fizika ilmidagi shu tabiat dunyosini bayqash, qonuniyatlarni bayqash, shu fizikadagi shu precision, ya'ni dal joyida bo'lish, ishlarni dal joyida kuzatish degan. Biz hammalarga tonish bo'lgan Newtonningki beshiga olmaning tushib ketish sababi bilan 17-asrda olamlik tortish qonunini bayqaganligini biz bu hikoyani hammamiz bilamiz. Ya ko'pinchimiz bilamiz. Demak, tabiat dunyosi mana shunday nurg'un sir va hikmatlarga to'yingan. Bu sir va hikmatlarni faqat logikaga tayanib, ilm fan o'rganish orqali buning sirni yeshalaymiz. Bu kishi fizika ilminiki mana shu xil, ya'ni tabiat hodislarini tushuntirish, xuddi Newton
alamlik tartish kuchini bayqan o'xshash, ashuna har xil qonlarni bayqash iqtidoriga ekanligini bilganligi uchun, tunib yetganligi uchun o'zining o'smirlik chog'laridagi shu hissiyotini, havisini g'oyasini amalga oshirish uchun tirishish orqali 89 yoshida, ya'ni 2000 yil pensiyaga chiqqandan keyin uzluksiz fizika o'qib, MIT'da dars anglab, Brown universitetida dars anglab, shu orqali oxirida dissertatsiyani muvaffaqiyatli tamomlab, balkim dunyo tarixidagi eng chong rekordni yaratdi deb o'ylayman men. Doktorlik unvoniga erishgan gap. Shunga mushularni ko'zda tutib, men bu kishidan muxbir so'ragan gap, siz mush ishingizda tirishmishni ancha-muncha kasalman ekan, hammani yengib olibdi buni. Mushularni siz shunday natijaga erishibsiz. Yoshlarga nima da'vatingiz bor desa, ey yoshlar, o'zinglarning g'oyasi bo'lsa, g'oyasini cho'qim qo'llashinglar. G'oyaning keyinda meninglar tirishchanlik ko'rsatinglar. Agar o'ylaganlaringlardek ish bo'lmasa, u arzuyonlarga yetamsanglar, ya'ni boshqa ish qilsanglar bo'ldi. Qisqasi, harakatchan bo'linglar, tirishinglar degan tavsiyani qilibdi. Bu ilhom baxsh so'zlar bo'lganligi uchun ham bu kishining ish izlari bizga, sizlardak, mendak yoshlarga nisbatan aytgan vaqtda bir o'rnak bo'lganligi uchun, ya'ni hayotimizda to'xtamay tirishimizga bir ilhom berdiganligi uchun ko'pchilik buni deb bagim keldi. Ham uning ustiga 2016-yilda bir kishi Donald Trump Amerikaning prezidenti bo'lgan chaqda yozgan har kim o'z vaqtida degan bir inglizcha she'r desak she'r, gap desak gap, men buni she'rchilashtirib tarjima qilib qo'ygan, shuni ko'pchilikka o'qib beray. Demak, biz bir ish qilishga, bir yaxshi ishlarni qilishga, o'zimizning g'oyasini amalga oshirishga nisbatan aytgan vaqtda kechikmadik. Mayli iqtisodiy sohada pul tepishni o'ylashayli, yoki xalq uchun yaxshi ish qilishni o'ylashayli, yoki bo'lmasa ma'lum yaxshi ishlarning keyinda bo'layli, biz u ishlarni qilishga kechikmadik. Yeshimiz 50 kirgan bo'lsin, 60 kirgan bo'lsin, biz kechikmadik. Kitob yozsaqmi bo'ladi. Yeshimiz 20 yosh, 30 yosh bo'lsak texi yaxshi. Chunki oldimizda nurg'un fursatlar bor. Nurg'un yaxshi ishlarni qilishga tirishsaqlar imkoniyat bor. Har kim dal vaqtida. Bu boshqalarning yozganichimi? Mening tarjimam. New York, Kaliforniyadan 3 soat oldida buninglik bilan Kaliforniya kaynida qolmaydi. 22 yoshida diplom olgan birisining 5 yil kutib xizmat topadigan ishlarmi bo'lib qoladi. Yana birovlar 25 yoshda jahon tavriti diyor, ammo 50 ga borganda bu dunyodan u dunyoga ketib qoladi. 50 yoshda ishning sepini tutgan birisi 90 yoshga kirgacha sog'lom yashaydi. Birovlar bo'ytoq yursa, birovlar jufti bilan. Obama 55 yoshda pensiyada, Trump 70 yoshda taxtda. Demak, bu dunyoda har kim o'z vaqt qaraydi, yashaydi. Atrofingga nazar solsangmi bu borda, ba'zilar qarmoqqa oldingda, ba'zilar keyningda. Biroq har kim o'z yo'lida, o'z vaqtida. Hasad va kamsitish bo'lmasin senda hech kimga. Ular o'zining vaqt qo'ynida, sen ham o'zingninkida. Hayotlik paytni tutib yashashni bilish aslida. Yenik nafas ol, qadrligim tatligim, kechikmiding, tantaklikmi qilmading, dal joyda yashab kelding hayotingning har bir daqiqasida. Demak, hayotimizning har bir daqiqasida paytni tutib yashashni bilishimiz Dali Karding degandagidek ma'lum maqsad uchun, ahamiyatli yashash uchun bugunni tutib yashashimiz kerak demakchi. Mabuva 70 yoshda tirishib, mana 90 yoshda, 89 yoshda doktorlik unvonini olibdi ko'pchilik. Bu bizga nisbatan, yoshlarga nisbatan, kishilarga nisbatan bir ilhom bo'ldi albatta. Xo'sh. Endi iqtisodiy kelsak, Xitoyning iqtisodining gulinish mo'jizasi oxirlashdi deb qarayapti kishilar. Nimishqa? Xabarlarda 90-yillarda Amerikada, Osiyada pul mamlakasi yuz berdi. 10 yil burun, ya'ni 10 yil burun 2008-yili Amerikada pul mamlakasi yuz berdi. Yevropa bilan, ya'ni Amerikani boshqagan g'arbdagi sanoatlashgan davlatlar bilan Osiyodagi davlatlarning o'rtasidagi iqtisodiy taraqqiyotida 2-dunyo urushidan keyin shunday farq bor edi. Ama Osiyodagi 4 tiger deb qo'ydi. 4 tigers in Asia deb qo'ydi. Singapur, Koreya deganga o'xshash bu davlatlar. Bu davlatlar o'zininki o'zgacha Osiyoning taraqqiyot modelini barpo qildi.
Yani qandaq desa, chet elning texnikasini qabul qildi. Davlat iqtisoddagi muhim sanoatga intayin davlat banklari orqali nurg'un pul verdi yoki arzon qarz pul verdi. Shuning bilan bu davlatlar bu sanoat nimalar bu sanoat ishlab chiqargan mahsulotlarni dunyoga eksport qildi. O'zining pullarini bular nihoyat arzon qildi. Bu o'zining pulining qiymatini tövan qildi boshqa dollarga yo boshqa pullarga nisbatan. O vaqtda Germaniyada German mark barda yevro emas. Mo'shu pullarga nisbatan tövan qildi. Buning bilan bularning eksportini aytdi tez taraqqiy qildi. Shu mezgillarda Yaponiyadagi davlatlarda ham o'xshash usul. Ya'ni bank qarzni taqatdi, pul hisobdan aytib ko'p, qarzlash oson. Dal shu vaqtlarda Yaponiyani bilsak, imperatorninki shu ordisi bayaninki umum bazaqini tushishaqda butun shu Kanada shu mezgildagi barliq uy mulklarning umum bazasiga tang bo'lgan gap. Shuning bilan birlikda bu haddidan ziyoda qarz pullarninki oson kishilarning qarz olishi, korxonalarning qarz olishi ularninki payda chiqadigan kasblarga emas, balki boshqa sohalarga payda chiqmaydigan kasblarga nisbatan mablag' silishini keltirib chiqarib, oxirida nima bo'ldi desa, qarzning ko'p bo'lishi, undan keyin u sog'an mablag'ning qaytib kelmasligi, shuning bilan banklarning yana uy mulk sohasidagi ko'pik, banklarninki shunday qiyin ahvolga kelishi degandek bir ahvollarni yuz berib, ahvollarni paydo qildi. Ham ba'zi davlatlarda bu unumsizlik, ya'ni nimani paydo qildi? Chiriklikni paydo qildi, amaldorlarning chiriklashishini. Masalan, Indoneziyaning Suharto uzun yil hukm surgan Suharto shu 90-yillarda vaziyatdan qoldi. Indoneziyada yuz berdi, Tayland yuz berdi, ya'ni shu qarz pulning azam bo'lishi sog'an mablag'ninki payda akilishini tuvantatganligi uchun va hatto ziyonga uchratganligi uchun ba'zi davlatlarningki chet ellik mablag' sog'chilari shu davlatlarga bular u yerdan qochib chiqdi, yenib chiqdi. Yenib chiqqandan keyin ularda pul muammo kurs yuz berdi. Ya'ni 1990-yillarda Tayland, Indoneziya qatorliq Sharq Janubiy Osiyo davlatlarida pul muammo kurs yuz berdi. Xo'sh. Endi bu shu Osiyoninki taraqqiyot modeli, ya'ni G'arbning texnikasini, ishlab chiqarish texnikasini qabul qilib, onun azan pul bilan muhim sanoatni qo'llab degandek ish. Xitoymi shu xil usulni qo'llandi. Ya'ni islohot ishini ichib etish siyosati degandan keyin, buni yo'l qo'ygandan keyin bu Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti haqiqatan ikkinchi dunyo savdo tashkiloti, ya'ni WTOga kirgandan keyin ko'tarildi. Ya'ni burun mengayotgan bo'lsa jugadi ushdi desak bo'ladi-da. Ya'ni dunyo savdo tashkilotiga kirishdan burun Xitoyning iqtisodi butun dunyo iqtisodininki 2% yetmaydi egallaydigani, dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin 10% ga yetib ketdi degan gap. Natijasi ishib ketdi degan gapda. Ya'ni Amerikadan qolsa, milliy daromadning umum qiymati jihatda 2-o'ringa o'tdi. Xo'sh. Bu Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin qo'llagan usul nima? Bular banka, Xitoy Xalq bankasi hukumatning muhim sanoatlarga shu pullarni qarz pulini azam berdi. O'zanliq usul davlatga cho'ng tipdagi korxonalar agar vayron bo'lib ketib qolsa, vayron bo'lmaydilar, chunki ular qarz tatib ketsa, qarz aloqa bo'lib ketsa, hukumat yuvdi. Yoki qarzni ko'tarib degan gap. Andan keyin xalq pulininki kursini kontrol qildi. Kursininki bak ishib ketmasligi uchun. Bu Xitoy mollarininki butun dunyoga tarqalishiga fursat ochib berdi, chunki Xitoyning mollari boshqalarning pullariga nisbatan aytgan vaqtda azan to'xtaganligi uchun. Mana bunda yaqinqi kunlardan buyon ko'ryapsizlar, Xitoyninki Xingda, ya'ni Evergrande deb qo'ydi inglizcha, bu uy mulk shirkatining shirkati chatoq uchirdi. Ya'ni qiyin ahvolga tushib qoldi. 300 milliard dollardan ortiq buniki taqatgan zayom uyo ashna qarzlari bor ekanda, bularni qaytarish kerak. 300 milliard dollar, 300 million emas-da bu. 300 milliard dollar. Mana demak, Xitoyning uy mulk sohasida, ya'ni shu 20 yil ichida Xitoyning iqtisodiy taraqqiy qilishi, tashqi dunyoga mal eksport qilish, ya'ni dunyoning zavodiga aylanish orqali, bu albatta uning mablag' kishilarningki ba'zi kishilarni ish qo'llashtirdi, iqtisodni ko'tardi degan bilan nimani avoni bo'lib o'tgan ishlarmi bu albatta.
Anandan keyin bu Xitoy o'zininki pulga nisbatan pulning kursini tövan qilish. Shunga Amerikadan davomli sen pulni kontrol qilib oldingmi? Dollar bilan xalq pulini o'tirishga kontrol qilib olding deydigan shunday ayibnomlarga Xitoy doim uchrab turdi. Anandan keyin bular asosli davlatning asosli cho'ng qatnash temir yo'l yerlarga temir yo'l yasash, yo'l yasash, aeroplan stansiya yasash, bu shundaq narsalarga nurg'un mablag' soldi. O pul nereden chiqdi? Hukumatning bankasidan chiqdi. Demak bu bir tarafdan pulninki pulni jiq taqatdi bular. Bu da olgandan albatta kishilarning tafovutini oshdi degan gap, son oshdi degan gap. Yana birisi bu Asiya davlatlarida bu Yaponiyada ko'rinalik ahvol, Asiya davlatlarida umumyuzlik, shu 4 yo'lbos degan shu davlatda Xitoyda bu ahvol keldi. Aholining omonat pulni pul omonat qo'yish nisbati g'arb allariga qaraganda yuqori. Xalqlar pulni xajlamay omonat qo'yib olsa nima bo'ldi? Mablag' qilib soladigan pul bo'lmaydi yerda. Omonat qo'yganda bankaga nima? Xalqlar pulni bankaga omonat qilib qo'yib olsa nima bo'ldi? Bu mablag' ulab silindi iqtisodga. Demakchi o'g'lim, abaya tasqalda xato so'zlab saldim. Xalqlar pulini topgan pulininki 20%, 30%ni omonat qo'ysa, uninki istimoli tuvan bo'ldi degan gap. Ya'ni bugungi istimoli tuvan bo'ldi degan gap. Omonat qo'ygan pul bilan keyingi istimolini kapolatga qildi degan gap. Anadan sirt mana uy mulk sohasida qattiq haddidan ziyod kilangsizlashib ketish yuz berdi Xitoyda. Mana hozir Xitoyda setilmagan uylarga butun Kanadaning 38 million aholisini opirib, har biriga birdan uy bersimi yetadi ekan. Ya'ni uy mulk sohasida bu qadar shunday bir susluq bor demakchi. Birinchi bahsi yuqori, oladigan adam yo'q. Andan keyin uchinchisi bu uy mulk shirkatlari. Bu shu uylarni silish uchun simont, qurilish materiallari ketadi, po'lat o'mir ketadi, yog'och ketadi, shunami, andan keyin ishchi ketadi. Mana shularning hammasiga nima desa, yoki biz ish bitgandan keyin pullarni beramiz deb, yoki banklardan qarzli buni setib olgan. Endi bu bitgan mahsulot, bu bitgan uy, mahsulot pulga aylanmasa, naqd pulga aylanmasa, nima bo'lgan gap? Bankdan olgan qarzga o'sim chiqiladigan gap. Demak, Xitoyning uy mulk sohasidami bir köpükçülük paydo bo'lishadi degan gap. Undan sirt yerlik hukumatlar yana o'zining yez bozorlaridagi yerlarni uy mulk shirkatlariga setib berish orqali ular pul topgan yerlik hukumatlarning moliyasini qurilib qolgan gap. Yana bunday aytgan vaqtda yerlikning qarzimi, shirkatlarning qarzimi, jumladan banklarning qarzimi. Banklarning qarzlari kimga? Shaxslarga, idora jamiyatlarga, banklar, idora jamiyatlar, shaxslar banklarga pul qo'ydi. Bu banklar bu pulni uy mulk savdogarlarga berib o'tgandan keyin uni ololmagandan keyin demak bu yerda banklarning qarz bor degan gap. Demak bu yerda bir qarz ahvoli bor. Undan sirt Xitoyda vaboning ta'siri bor, energiya kriz masalasi bor. Anandan keyin davlatlar o'tirishdiki, mayli Yevropa bilan bo'lsin, mayli Amerika bilan bo'lsin, surkilish va Avstraliyadan tatib surkilish va bu siyosiy masala, iqtisodiy masalada ham ifodalanyotdi. Ya'ni siyosat bilan iqtisod yog' bilan go'shtdek bir tuqqan. Birisi chataq bo'lsa, yana birisiga ta'sir ko'rsatadi degan, bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi degan gap. Shunga iqtisodshunoslar nima deydi desa, undan sirt Xitoyda nopostningki tövəllab ketiş ahvoli va nopostning tövəllab ketishi deganimiz hozirgi tug'ut yeshidagi yoshlarning bola elish nisbati tövəllab ketyapti degan gap. Bu ba'zi demograf, ya'ni nopostshunoslarningki tahliliga qaragan vaqtda 2100-yilga borgan vaqtda, ya'ni 8 yildan keyin Xitoyning 400 million noposi yo'qolib ketadi demakchi. Ya'ni 1 milliarddan tövəllab ketadi demakchi. Shunday faraz qilmoqda. Ya'ni hozirgi shunday bir yuzilinishda mangsa. Çünkü adamlarning ömrü, o'tirish ömrü 70 bilan 80 yoshda. Ma'lum yosh qilganda bu adamlar tugab ketadi-da, qazo qiladi. O dunyoga ketadi. Ammo yoshlar desa, alaqa yangidan yangilanib turadigan, xuddi hujayralar o'zini ko'paytirib turgan o'xshash. Bu adamlarning o'zini ko'paytishi ma'lum bir nisbatga yetmasa, bu nimada jamiyatning qayta mavjud bo'lishi taraqqiyotida muayyan bir tamponlikni buzib qo'ydi. Shunga mana mushularni ilib aytgan vaqtda iqtisodshunoslar Xitoyning iqtisodining kuchayishidagi bu taraqqiyot modeli
endi kerak ekanmaydi deydigan shunday qarashlarni o'tirib qo'yapti. Xo'sh, endi men shuning bilan birlikda pul pahalılık to'g'risida bir savolga javob berdi. Nimishqa Yapondan tortib Xitoygacha, hatto Amerikagacha, Yevropagacha pul pahalılığı umumimizga ishib ketadi. Turkiyada shunday. Bu pul pahalılığı deganda umumiy baho saviyasini ko'rsatamiz. Biz yakka bir tovarning bahasi qarab turiblam. Bu bahasi buningki 20% ishib ketdi, pul pahalılık yuzadi desak bo'lmaydi. Iqtisod ilmida biz bahoninki, baho saviyasining o'sishiga nazar solganimizda nimani asos qilamiz degan vaqtda ma'lum bir o'lchamni asos qilamiz. Masalan, Amerikada pul pahalılıgininki yuz bermaganligini bilishda mana usullarni qo'llandi. Amerikaninki Emgak Statistika Bürosu, Emgak Statistika İdaresi deyiladi. Emgak Statistika İdaresi Amerikadagi 30dan ortiq cho'ng shahar ichidagi aholidan bular nusxa ilib tekshiradi. Ya'ni 80 mingdan ortiq tovar va mulozimat. Bu tovar deganda cho'ng jihatdan yemak, ichmak desak, bu yemak, ichmakning ichida tuxum, sut, kalı go'sht, to'xu go'shti, andan keyin yeydigan, bolalar yeydigan cereal, mana mushulardan tortib, ashlarni o'z ichiga oladi. Energiya desak, gaz puli, gazning bahasi, tokning bahasi degandeklarni o'z ichiga oladi. Andan keyin manda yuqori qimmatdagi uzunga chidaydigan tovarlarning bahasi desak, televizor, mashina va hokazolarni o'z ichiga oladi. Mana shunday. Andan keyin mulozimat degan vaqtda doktorga berib kasal ko'rinishdan tortib, chechimizni oldirish, satrashxonaga berib chechimizni yasab chiqishcha, mana shularning hammasida bularning bahasi da o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi deb buni har oyda kuzatadi. Bu oyda o'tgan oydagi qaragan vaqtda qanday o'zgarish bo'ldi dedi. Odatda CPI deb qo'yamiz, uni Consumer Price Index deb qo'yamiz, endi iste'molchilarning baho ko'rsatkichi. Shu 80 mingdan ortiq tovar bilan mulozimatniki umum bahosini bular tepib chiqib, ashini hisoblab, o'ttirchi qimmatini chiqarib, andan keyin CPI manchilakan deydi. Bu yerda albatta bu ishni bahoning o'sgan, o'smaganligini qanday bilamiz? Bir odamni egizmi pakamo desak, uni boshqa bir silish turishga to'g'ri keldi-ku. Ya'ni bir odamni to'g'izib, ma'nan qaraganda paka, ya'ni ma'nan qaraganda egiz deyishga, yoki ma'nan qaraganda semiz yoki o'riq deyishga bir selishtiradigan bir narsa bo'lish kerak. Buni inglizchada reference base deb qo'ydi. Ya'ni selishtiradigan, o'rnak qiladigan narsa yoki asos deymiz. Amerikada CPI ni hisoblagan vaqtda, ya'ni iste'molchilarning baho ko'rsatkichini hisoblagan vaqtda 1982-yildan 1984-yildagi shu 1982-yil yanvar bilan 1984-yil dekabrdagi 36 oy ichidagi Amerikadagi shu bir Sovetni deyli, bir Sovetning ichiga nurg'un narsalarni bo'lib tiqdi. Odamlarning turmushiga munosabatlik intayin zarur bo'lgan mahsulot va mulozimatlardan, tovarlardan nurg'unlarini tiqdi. Masalan, 80 ming desak, bu 80 mingning shu vaqtdagi bahosini hisoblab, har biriga o'xshamagan shularning turmushdagi hayotdagi muhimlik darajasiga qarab turib, ularga qimmat belgilaydi. Ya'ni ularning ig'irligini bekitadi degan gap, muhimligini bekitadi degan gap. Andan keyin buni hisoblab chiqardi. Mana statistikada ba'zilar balki weighted average deganlarni o'qisizlar. Ya'ni bir ishni 3 odam ishlab $100 qimmat yaratgan bo'lsa, birinchi odam tashkilligicha shu ideyani o'ttirib qo'yguchi buningga bu $100 yaratilishida 60 dollarini shu topdi desak, ikkinchisi umuman muhim, lekin birinchisidek muhim emas, 30 dollarni yaratdi desak, uchinchisi u bu ishni qilganlar bu 10 ni yaratdi desak, unda bo'lsa buningki shu $100 yaratishda bularning qo'shgan to'pisiga qarab turib, birinchi kishiningki 60% $100 tepishdi qo'shgan to'pisi, ikkinchisining 30%, uchinchisining 10% deganga o'xshash. Mana bu xil hisoblash usulini biz weighted average deymiz. Ya'ni ularningki qo'shgan to'pisining ig'ir yenikligiga qarab turib, xuddi CPI ni hisoblagan vaqtda har xil tovarlarga bu shunday bir shu ig'irlik o'lchimini qo'llangan gap. Masalan, Amerikada eng muhim narsa Amerikaliklarning turmushida hamchotida turmushda iste'molga ketadigan eng chong chot xarajat nimasi uy-mulk, uyning mortgejini to'lashga yoki bo'lmasa ijaraga to'lashga bu kishilarning hamchotning 40% ni yuqorisini egallaydi. Ikkinchisi qatnash transport bilan mashinaga munosabat gaz degandek chiqimlar. Uchinchisi yemak-ichmak 15% atrofida bu kishilarning o'ttircha. Bu yerda yana average household deymiz. Average household deganimizda Amerikaning nüfusi 330 milyon, bunun ichida umum aholining soni 130 milyon, ammo
Bir adam ba'zida o'z oldiga bir uy bo'lishi mumkin. Bir odamning, bir ayolninki bir aholi bo'lishi mumkin. Bir odam o'z oldiga maosh olib, to'y qilmagan bo'lishi mumkin, bolasi yo'q, mushki bor. Ikkinchisi, ayol 5 bolasi bo'lishi mumkin. Ayol ishlaydi, yoki bo'lmasa er ishlaydi, ayol ishlamaydi, 5 bolasi bor. Yana birisidan cho'disa, 2 bolasi bor. Ayol ishlaydi, er ishlamaydi. Demak, average household deganimizda mana shu aholilarningki, shu umumiy sonini qo'shib her bir ailede qanchadan bola var shuni bo'lab chiqarilgan son. Shunga o'ttircha aholininki shu ishlay ilqi mushunday qilib turmushda ishlatgan xarajda shunday. Ya'ni eng chong xamchoti bularninki nimaga ketadi? Ama uy mulk ketadi uyga. Uy ijarasi yoki bo'lmasa bankaga uy setib olishda bankadan qarzni yandirish degandek buni o'z ichiga oladi. Andan keyin meditsinada ko'rinish, chiniqish, andan keyin nima kasal ko'rsatish boshqa chiqimlar 2% 3% degandek mushuna bo'ldi. Shunga qarab turib bular mush kishilarning turmushda zarur bo'lgan shu 80 mingdan ortiq tovar va mulozimotning bahosidagi o'zgarishni selishtirdi. Ba'zilar 82-yildagi shu CPI ni 100 deb bekitib turib shunga nisbatan selishtirdi. Ba'zilar oldingi yildagi selishtirdi. Masalan, bu yil hozir oktyabrda yangidan CPI chiqdi. Bu CPI 276 ekan. Bu 276 hozir 2021 yil 10-oyga CPI 276 ekan Amerikada. Agar biz ayni chaqdagi selishtiradigan yilni 1982-84 yilga shu 100 desak, 1984 yilga nisbatan aytgan vaqtda hozir Amerikada mal bahosining o'sishi 176% bo'ldi degan gap. Bunu shunday hisoblaymiz. Agar buni oldingi oyga, oldingi yilning o'xshash mazgilga nisbatan solishtirsak, u bir necha %% bo'ldi degan gap. Shunga pul pahallığı to'g'risida, CPI to'g'risida so'ragan qarindoshlarga bu tushuncha bersa bo'ldi. Albatta bu birisi pul pahallığı yuz berdi, ya'ni birisi bahoning tuvanlab ketishi bo'ldi, pul pahalligining aksicha. Bu nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni kishilarningki kirimining taqsimlanishiga, kishilarning boyligining taqsimlanishiga, ya'ni inglizchada kirim deganda income deymiz, boylik deganda wealth deymiz. Buni obrazli tildan o'xshatsak, income deganimiz tomchilab turgan suv har vaqtda kirib turdi bu. Oyda olgan oyligimiz, maoshimiz, uy ijarasidan kirgan kirim degandek. O boylik degan cho'disi ko'l. Ya'ni bir chilakni qo'yib qo'ysak, tomchib tursa, bu kirim. Kirimimizning bir qismini hajlaymiz, bir qismi qoladi chilakda. Ya'ni chilakda suv olgan vaqtda ichimiz, yana bir qismi qoladi. Shunga bu pul pahallığı yuz bergan vaqtda kishilarning kirimi va kishilarningki boyligiga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni salbiy nuqtadan ishsizlikka ta'sir ko'rsatdi. Masalan, pul pahallığı yuz bergan vaqtda kim foydali desa, bankdan qarz oluvchilar foydali, qarz beruvchilar ziyon tortadi. Pul pahallığı yuz bergan vaqtda. Agar pul pahallığı ya'ni pul o'zininki setilish kuchini 50%lik surat bilan yo'qotib mangsa, bu hyperinflation bo'ladi. Ya'ni darajadan tashqari pul pahallığı bo'ladi. Bu xil jamiyatlarda muqim bo'lmaydi bundaq. Bu haddidan ziyod pul pahallığı yuz bergan jamiyatlarda ijtimoiy hayot bo'lmaydi. Çatak chiqadi bundan degan gap. Yana bu boylikning taqsimlanishini matrikoshan qiladi, 10 tadqiq qilib o'tadi. Endi ba'zilar so'raydiki, nimishqa yaqindan buyon gaz bahosi o'rlab ketdi. Buni eng oddiy klassik iqtisod tili bilan aytsak, ta'minlash bilan talabning munosabatini tushuntiramiz. Bir tarafdan ta'minlash talab ishib ketdi. Ya'ni hozir shu ko'chalarda mashina haydaysanlar, ishga boradigan dushanba bilan juma kunlarida ko'cha to'liq mashinalargacha, ya'ni yo'lga nurg'un odamni chiqib oldi, bu gaz ishlatadi. Ikkinchisi qish kelyapti, bu tabiiy gaz va boshqalarga nisbatan energiyaga bo'lgan talabni oshiryapti. Birisi talab ochdi, yana birisi ta'minlash qisib piliqi siqilib qoldi, azayib ketdi. Ya'ni may ishlab chiqarish, may cheklash ishlari oslab qoldi. Ta'minlashning tuvan bo'lishi, talabning ishi may bahosining, shu gaz bahosininki ko'tarilishini keltirib chiqadi. Bu albatta 1,5 yil burungi ahvolga o'xshamaydi. Men bir chaqda degandim shu leksiyada, Amerikada, Kaliforniyada, Teksasda ba'zi may shirkatlari kishilar meyimni beray, akatkining pul beray deb maybining bahosi ta'tirlab ketdi degan bir gapni deb bergandim. Shunga iqtisodiy palilda shunday o'zgarib turdi. Endi biz ko'ngil bo'lishimiz kerak, chunki hayotimizga ta'sir ko'rsatgan bo'lganligi uchun. Andan keyin shifrlik pul sohasida azroq gapirib o'tay. Shifrlik pul sohasi hozir shifrlik pulga selingan umumiy kirim
nima? Umumiy pul, mablag'ning umumiy qiymati 2,18 trillion dollar qiymatida. Bular shipirliq pulga yangi bir texnika, yangi bir soha, shu 10 yilning ichida taraqqi ketyotadi, ammo bir yuzlanish. Shu 10 yilning shu hozirning o'zida shipirliq pulning umumiy soni 14 milliondan oshib ketdi. 431 almashtirish supisi bor. Ammo yaxshisini tanlash kerak. Men Amerikadagilarga Coinbase ni tashabbus qilaman. Binance degan ko'p yerlar ishlatildi ekan, ammo uningki egisi Xitoy Zhao Changcheng degan jajangliq, men bu to'g'ri so'zlab bergan, Kanadada tug'an bu. Binance ni Amerikaniki ma'vo tekshiruvdi degan gapmi chiqqan. Lekin Turkiyada yo Yevropada boshqa davlatlardagi kishilar shu Binance ni ishlatib ekansizlar, sizlarga utuq tilayman, qilgan ishlaringlardan naf og'aysizlar. Ammo men o'zim Binance ni chiqib ketgan, mening ishlatganim shu Coinbase. Paycha kelishda Robinhood ishlatman, buni men deb beray. Chunki cho'nglarning gapi bor. O'zing bir ishni qilib foyda ko'rsang, cho'qim aqrabolaringga, yaqinlaringga, odamlaringga dabba. Agar sen o'zing bir ishni qilib ziyon tassang, bunimi dabba, ammo ehtiyot qilsin deb. Shunga ziyon tatgan bo'lsam, ziyon tatganimni deb berman. Az to'liq foyda olgan bo'lsam, unimi deb berman. Ammo Coinbase ni Amerikadagilar shuni ishlasanglar, Kanadadagilar shuni ishlaydi ekansizlar. Shipirliq pul sohasida azroq biliminglarni oshirib qo'yinglar. Az to'liq mablag' hisob qo'ysanglar, bir chog'larda u cho'ng narsa bo'lib qilish ehtimolligi bor. Unda bo'lsa, mashina bilan men so'zimni tugatay. Rahmat sizlarning vaqtingizga.